Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi temamiz quyosh nurining foydasi. Birinchisi, kun nuri terimizga tushgandan keyin teri ostida kimyalik reaksiyalar yuz berib, teri ostidagi xolesteroldan vitamin D hosil bo'ladi. Biz doim xolesteroldan qo'rqamiz, mayning bir turi deb. Lekin vitamin D ning hosil bo'lishida asosiy rol o'ynaydi. Vitamin D bo'lsa badanning immunit kuchini yuqori ko'tarib, kasallikka qarshi turish kuchini oshiradi. Ikkinchisi, kun nuri ko'zimizning ko'rish tor pardasi orqali mingimizning ichidagi hipotalamus degan rayonga ta'sir qilib, serotonin degan hormonni yuqori ko'taradi. Bu xo'shallik hormoni bo'lib, kun ochiq, quyosh parlab turgan vaqtda bu hormonning yuqori ko'tarilishi bilan ruhiy holatimiz ko'tarangi bo'ladi. Quyosh nuri shundaqla melatonin degan hormonni tövalatadi. Bu hormon kechida qorong'i bo'lganda ko'payadigan uxlash hormoni bo'lib, biz kun nurini ko'rgandan keyin bu hormon tövallab, tetik va mugdimay turamiz. Kun nuri bu ikki hormonning ajratib chiqilishini tangshab turg'ashqa, kunduzda aptab qaqilib berganda kechdagi uyquning sifatini yaxshi qilg'ili bo'ldi. Kechida yaxshi uxlay olmaydigan qarindoshlar sinab baqsanglar bo'ldi. Kunda oz deganda 15 minutdan 30 minutgacha atrofda aptabqa qaqlanishni odat qilsanglar, uyqusizlikni davolashda unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Yozda quyoshning nuri uzun, demak kun vaqti uzun, kecha qisqa bo'lg'achqa, badanimizdagi bu serotonin degan hormon davomli yuqori holatda turg'achqa, ruhiy kayfiyatimiz yaxshi tetik tura olamiz. Qishda kechining vaqti uzun bo'lg'achqa, bu kechining uxlash hormoni, qorong'i bo'lgan chiqadigan melatonin degan hormon davomli yuqoriroq holatda turadi. Yo'qmiz ko'p vaqtda shu hormon badanimizda bo'lg'achqa davomli oraliq his qilamiz, uxlasaqmi uyqumuz qolmagandek bo'lamiz. Bo'libmi shimoldagi davlatlarda kechining vaqti 20 soat atrofida bo'ldi. Shunga qishda ruhiy tushkunlik kasaliga giribdor bo'lganlarning nisbati nihoyat yuqori. Uchinchisi, kuchli quyosh nuri ko'rgan yerlarda virus va zamburug'lar ozlaydi. Virusning ko'payishi temperatura bilan muhitning namligiga bog'liq bo'lib, temperatura yuqori bo'lsa, qurg'oq bo'lsa, uzun yashay olmaydi. Shunga viruslik kasalliklar faslchan bo'ladi. Odatda viruslik zukam yallig'i qishda ko'p bo'ldi, yozda odatda ko'p ko'rilmaydi. Shunglashqa hozir tadqiqotchilar bu COVID-19 hozirgi bu tarqalayotgan vabo kasalligining virusini yozda ozlash mumkin deb faraz qilmoqda. To'rtinchisi, quyoshning ultrabinafsha nurining bakteriyaga va nurg'ulg'an boshqa mikroorganizmlarga qarshi turish roli bor. Ya'ni bakteriyalarni o'ldiradi. Bu yerda o'xshamagan bakteriyalarning ismini yozib qo'ydim. Hammasini qarshi turib, uning ko'payishini oldini oladi. Quyoshning 5-si, quyoshning infraqizil nuri jarohatlarning saqayishini tezlatadi. Badandagi muskul og'riqlari va bo'g'im og'riqlarini pasaytiradi. Shunga infraqizil nur orqali nurg'ulg'an kasallarni davolaymiz. Endi quyosh nurining buncha ko'p foydasi bor bo'lgandan keyin kunda ozroq vaqt chiqarib aptabqa qaqlanishni odat qilsak o'zimizga yaxshi ekan. Hozir uydan chiqmaymiz deb bahona ko'rsatmay, kunda derazaning yoniga kelib o'ltirsangizmi, yoki bo'lmasa uyning ichidagi kun tushgan yerga biror narsa silib, put-qo'lingizni maylab yotsangizmi bo'ladi. Biz kichik vaqtlarimizda cho'nglarning yotgan ko'pilarni pat-pat aptabqa soldiganligini, yuvgan kiyim-kechaklarni aptabda quritganligini,
soğuğa işip ketken yoki put-qo'llar og'riydiganlarni maylab aptapda yotqizganligini ko'ratdik. Asli hammasining ilmiy asosi bor ekan. Şuna qarindoshlar, bu temada azroq to'xtaldik. Quyosh nuri tabiiy hech qanday chiqim ketmaydigan ham mushtaqchiq foydasi bor ekan. Şuna bu to'g'riliq azroq to'xtalishni muvaffaq ko'rdim. Inshaalloh keyingi programmalarimizda yana yangi mazmunlarda ko'rishimiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat bo'linglar.